Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, agrotexnika ishqibozlari. Akalar, ukalar 11:00 zo'birimiz bilan oddiy bartavoy emas, oddiy zo'birimiz bilan 196 zo'birimiz sotildi mana Andijonga 2 ta 96 mana tayyori, bitta 11:00. Bartavoy emas, oddiy varianti ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol balonlar legirovka bo'ladi, akkumulyatorlar katta akkumulyatordan qo'yilgan. Ochib ko'rsataman, mana ko'rishlaringiz mumkin. Damasda akkumulyatordan qo'yilgan. Ularimiz komplegiga 11:00 puluk bilan sidina beramiz. 96 bitta pulukni o'zini beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ularimiz komplekt kulishlari bo'ladi mana. Xo'p, oldi faralari joyida 96 motor, akkumulyator 96nikini ham ko'rsatib o'taman, mana ko'rishlaringiz mumkin. 11:00 da oddiysi bilan bir xil bo'ladi. Bartavoydagi kattaroq bo'ladi. Xo'p, 96 komplegida kulishlari bo'ladi akalar, mana nabor kulishlari. Orqasiga frezasi tushadi, mana. Prisepnoy ham qo'shib beriladi. Xo'p, radiatorli suv yoki antifriz qo'yib bemalol ishlatsalaringiz bo'laveradi mana. Hamma joyida 6 oy hali o'tatganimiz yo'q, yurgizganimiz yo'q. Shuni chiqarib yuboryapmiz. 6 oy zavodskiy defektiga garantiya beriladi. 11:00 ham mana kulish kompleklari hamma narsasi joyida qilib berildi. Xo'p, bemalol dastavkasi ham bilan ichida bo'ldi akalar. Narxini hali gaplashganimiz ham yo'q. Akamlar sotishdi Andijonga. Doimiy klientimizga qilib berdik. Kimga shunaqangi zo'birlar, motabloylar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Videoning tagida nomerlarimizni qoldiramiz.